Assalamu alaykum kichik do'stlar. Bugungi hikoya cho'chak aytish saytimizga xush keldinglar. Bugun sizlarga o'qib beradigan cho'chakning ismi Zirak qizchaq. Burun bir sahli kishi o'tgan bo'lib, uning Hadiya ismli bir qizi bor ekan. Bu kishi qizini intayin yaxshi ko'rdi ekan. Shunglashqa uni kichigidan boshlab adab, axloqliq, bilimli qilib tarbiyalab chiqishni to'lma arzu qildi ekan. Qizi maktab yoshiga yetganda dadasi tuyuqsiz kasal sababidan vafot bo'lib, ayoli bilan qizni yolg'iz tashlab ketib qoldi. Ailening tuvrik bo'lgan erdan ayrilgan ana qizning bo'ynini qisilib qolmasligi uchun o'zi ishlab pul tepishga majbur bo'ldi. Ana bir ailening yukini o'zi yolg'iz ko'tarishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, lekin qizini erning arzusi bo'yicha adab, axloqliq, bilimli qilib tarbiyalab chiqishni unutmabdi. U doim qizga rostchil, iffetlik bo'lish, başqalarını hürmetleş qatarlıq əxlaqlardan təlim verdi ekan və dadısının esil iş izlərini onunğa sözləb verdi ekan. Ana bala hekayələrinin öz küçüğü tayınıb yaşaydı ekan. Başqalarının xeyir ehsanlarını təmək qılmaydı ekan. Şu səbəbdən məhəldəki kişilər ularını tolmaya hürmətləydi ekan. Qız dəl 6 yaşqa toşqanda anası onu məktəb beribdi. Hər gün səhərdə qızcaq məktəb meniş aldıda anası onunğa "Edep axloqliq bo'ling, yaxshi boshqalarni hurmatlang" deb tablab turdi ekan. Hadiya bara-bara axloqliq, qoidalik cho'ng bo'pti va savodoshlarga azor bermay yaxshi muomala qilibdi. Uyga qaytganda cho'ng yo'ldan qalaymaqon kesib o'tmaydi ekan, yo'lda tosh, aynak parchalariga o'xshash narsalarni ko'rib qolsa, darhol uni elib yetadi ekan. Shahar hokimining uyi Hadiya maktabga boradigan yo'lga joylashgan bo'lib, Hakim her günü Hadiyani görgende onun əxlaqlıqdan heyran qaldı ekan. O ko'ngilda bu qiz cho'qib birer əməldarning yoki boyning qizi bo'lsa kerak deb o'ylab, uning o'zidan so'rab baxmoqchi bo'lib va u qiz maktabdan uyi qaytib ketayotganda uning qishig'i berib, "Ey fazilatli qizjoq, siz kimning qizi?" deb so'rabdi. Hadiya yig'lab turib, "Men bir yetim qiz, dadamning kim ekanligini bilmayman. Başqalarının aytishicha dadam bilimlik, yaxshi kishi ekan" deb javob beribdi. Hokim qizchaqqa ish chaqirib, "Siz kim bilan birga tursiz?" deb so'rabdi. Hadiya, "Opam bilan birga turaman" deb javob beribdi. Hokim, "Sizlar qandoq tirikchilik qilyapsizlar?" deb so'rabdi. Hadiya temkin qiyofatda, "Anam mashinchilik qildi. Men maktabdan qaytganda uning yordamlashiman" debdi. Hakim Hadiyaning so'zlaridan ta'sirlanib, uningga texmi amroq bo'lib qopti va yanchuqidan bir oltin tangani chiqarib Hadiyaga tanglab, "Qizim, bu tangani an bolikkanlar xarajat qilinglar" debdi. Hadiya orqasiga dajibdi, chunki u azaldan boshqalardan bir narsa elib boqmagan ekan. U hokimga, "Opam boshqalarning narsasini elishimga qo'shilmaydi" debdi. Hokim bo'lgan kishi hamma fuqaroning otasi o'rnida. "Siz opangizga buni hokim berdi, desangiz u qabul qildi" debdi. Hadiya sabiylarcha chuchuk til bilan mundaq debdi. "Opam mening rost so'zlaganligimga qandoq ishonsin? Chunki hokimlar boshqalar bir narsa bersa chuqum ko'p berdi. Shunglashqa men opamga meni yolg'on aytding deb xafa bo'lishidan ansirayman" debdi. Hokim qizchaqning javobidan hayron qoldi. Ondan u qizning uyining nadaligini so'rab olib, uning uyiga ziyoratga beribdi. U qizchaqning opasiga, "Sizning qizingiz haqiqatan faxrlanishga arziydigan zirak bola bo'pti. Uni bundan texmi yaxshi tarbiyalang" debdi va qizchaqning oilasiga har oyda turmush yordam puli berishni qaror qilibdi. Shuningdan boshlab ona bola ikkalan xotirjam turmush kechirishga boshlabdi. Lekin Hadiyaning onasi mashinchilikni tashlamabdi. Qizmi doim opasiga yordamlashidi ekan, chunki emgak inson uchun sharaflikda. Bugungi hikoya cho'chak aytib saytimiz mishada oxirlashdi. Ikkilar qitim ko'rishayli.